ota-onani oldida qovog'ingizni solmang. Nima bo'lgan taqdirda ham uyga kulib kiring azizlarim. Yoshlar, ko'chada nima bo'lsangiz bo'lyapsiz, ishingiz yurishmayapti, nima holat bo'lyapti, lekin ota-onangiz oldiga kirganda kulib kiring. Ularga yaxshilikni ulashing. Bilib qo'ying, aziz farzandlar. Ota-onangiz uchun sizni topib keladigan pulingiz emas, sizni tinchligingiz, sizni tabassumingizdan ko'ra kattaroq dunyo yo'q. Dunyoni hammasini beraman desangiz, lekin qovog'ingizni solib olib kelib qo'ysangiz, bu sizga tatimaydi ota-onaga. Kirganda tabassum bilan kiring, xursand bo'lib kiring, hech narsani bildirmang. Toki ular siqilmasinlar. Ota-onani hurmatini joyiga qo'yish kerak, taqirlab bo'lmaydi. Hattoki mabodo ahli ilm bo'lsa ham